2026-yilning 5-yanvar kuni sodir bo'lgan fojia hali ham odamlar yodida. Avtobus ag'darilib tushishi oqibatida 3 oila 3 nafar jigarini qabrga qo'ydi. Ayanchli voqea yuz bergan kuni soat 6dan 57 daqiqa o'tgan. Yo'lovchilarning aksariyati chala uyquda ketayotgan vaqtida birdaniga ro'y bergan avtohalokat ko'plab insonlar taqdirini o'zgartirib yubordi. Voy, qop-qopasga tushib ketdi. Odamlar o'limi bilan bog'liq dahshatli voqeaga ham aynan mana shu holat sabab bo'lgan. Ya'ni avtobus haydovchisi suv ichayotgan vaqtida baklashka qopqog'ini pastga tushirib yuboradi. Uni olmoqchi bo'lganida esa rul boshqaruvini yo'qotadi. Avtobus pastlikka qulaydi. 1986-yilda tug'ilgan haydovchi Zarafshon Navoiy yo'nalishi bo'ylab avtobus boshqarib ketayotgan vaqt yo'l qoidalarini qo'pol ravishda buzib, mudhish yo'l transport hodisasini sodir etgan. Natijada avtobusda bo'lgan bir nechta yo'lovchilar jiddiy jarohat olgan. Ming afsuski, ulardan 3 nafari vafot etgan. E'tiborlisi, vafot etganlar orasida voyaga yetmagan fuqarolar ham bo'lgan. Mazkur holat bo'yicha sud ishi 2026-yil 11-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudi tomonidan Zarafshon shahar ichki ishlar binosida ochiq sud majlisi tartibida ko'rib chiqildi. Sudda ishtirok etgan marhum hamda jabrlanuvchilarning yaqinlari haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Bitta emas, ikkita emas, 3 ta odam 10 ta nechta odam jabrlanyapti, avtobus halokatga uchirilyapti. Nima kerak bor uni so'rash, savol sizga. Yo, jim o'tirib gapirib olay, vaqti bo'lmay turing. Haydovchi ko'z yosh to'kib bu qilgan ishi uchun jabrlanuvchilarning yaqinlaridan kechirim so'radi. Sud tomonidan haydovchiga quyidagicha jazo tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarishdan mahrum qilinib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo manzil koloniyada o'tatilsin. Jazo o'tash muddati 26-yil 5-yanvar kunidan hisoblansin. Mazkur jinoyat oqibatida marhumlarning qonuniy vakili hamda jabrlanuvchi va fuqaroviy da'vogarlarga sudlanuvchining jinoyat qilmish natijasida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarni undirish xususida tegishli hujjatlarni to'plab fuqarolik tartibida sudga murojaat qilish huquqiga ekanligi tushuntirilsin. Avtobus haydovchilari, siz bir narsani unutmang. Harakat vaqtida nafaqat o'zingiz, balki boshqa yo'lovchilarning xavfsizligi uchun ham javobgarsiz. Biz shu o'rinda marhumlarning oilalariga hamdardlik bildiramiz. Jarohat olgan fuqarolarni esa tezda sog'ayib ketishlarini tilaymiz.